Xitoy doiralarining sistemalik assimilyatsiya va boshqarishiga uchrayotgan Uyg'urlar orasidan chiqqan yuqori darajali Xitoy amaldori Nurbakri chiriklash bilan ayblandi. Nurbakri Sharq Turkistonda hukumat raisi bo'lgan mezgilida pora ilish va huquqidan qalaymaqon foydalanish bilan birga tashkilning tekshirishiga qarshi chiqish va yolg'on so'zlash qatorliqlar bilan ayblangan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish komiteti yana Nurbakrini o'zi va urug' tuqqanlari orqali mol-mulkka erish jinoyati bilan aybladi. Gollandiya Uyg'ur radio stansiyasi va Gollandiya Uyg'ur jamoatchiligining uyushtirishi bilan Gollandiyada Noro'z faoliyati o'tkazildi. She'r, etud va an'anaviy san'at nomerlari orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oli va zulmi aks ettirildi. Faoliyatga Amerika, Kanada, Yevropa, Turkiya va O'rta Osiyodan kelgan nurg'un tashkilot rahbarlari ishtirok qildi. Xitoy doiralari bugun e'lon qilgan yangi bir hujjatda Uyg'urlar bilan turklarning qamdoshlik munosabati yo'q degan safsatani yana bir qatim ta'kidladi. Xitoy rayonidagi atalmış asabiylikning oldini olish tadbirlari haqida e'lon qilgan yangi aqtashlik kitobida 2014-yildan buyon Sharq Turkistonda 13 ming terrorchini qo'lga olganligini bildirdi. Kitobda radikal islom tahdidining oldini olish tadbirlari va atalmış kasbiy tarbiyalash markazlarining zarurligi yana bir qatim ta'kidlandi. Mozambik prezidenti Filip Nyusi davlatiga hujum qilgan shiddatli qor bo'ron va orqasidan yuz bergan toshqin sababli o'lganlar sonining 1000 dan oshganligini aytdi. U Mozambik radiosida e'lon qilgan bayonotida ofat sababli hayotidan ayrilgan kishilarning hozirgacha 84 ekanligini, lekin bu sonning 1000 dan oshishi mumkinligini bildirdi. Amerika Wall ko'chisi jurnali Trump hukumatining 1000 askarni Suriyada yana bir mezgil tutib turishni planlayotganligini bildirdi. Xabarda Yevropa ittifoqdoshlarining Trumpdan rayonda ta'lim-tarbiya berishi va qo'llashini talab qilganligi ilgari surildi. Amerika bosh shtab boshlig'i Don Ford bo'lsa, bu so'zlarning qat'iy to'g'ri emasligini aytdi.